qayerda ko'rsatilgan kaska bilan restoranga kirsa, zakaz berilmaydi deb. Menga shunaqangi holat bo'ldi. Kuni kecha video joylanadi o'rtoqlar. Mana shu videoga aktiv bo'lib tursalaringiz, video joylanadi. To'g'risi, bunaqangi niyat, maqsad yo'q edi. Meni shunga majbur qilishdi, to'g'risi akalar. Nima deydi? Ko'riydi odam o'rnida ko'rishmadi-da. Tur desa turg'izaman, o'tir desa o'tqizaman deyapti. O'zi shuncha muammolar, shuncha ko'chadagi, ya'ni ular mas'uliyatlar hozir ham prava joriy etildi. Lekin shunda ham gaylar to'xtatib, nimaga jilet kiymagansan, nimaga ana kaskan yo'q, u yoq bu yoq deb to'g'risi bosh og'riq qilyapti. Hozir endi restoranga kaska bilan kirsa, kaskani yechib kirarmish. O'sha restoranda polnisi videolari bor, o'shani joylab yuboraman keyingisida. O'rtoqlar, mana shu videoga aktiv bo'lib turingizlar. Meni shunga majbur qilishdi. Oxiri to'g'risi videoga ham olish niyatim yo'q edi, joylashim niyatim yo'q edi. Normal kontent olib kelayotgandim. Oxiri pichoq suyakka borib taqaldi. Keyin o'zimizning yurtimizda, o'zimizning millatimizda, o'zimiz o'shanaqa qilib, mana gezishimiz, o'shanaqa qilib har xil qoida yaratishimiz, oddiy insonga shunaqangi qilib o'zimizning so'zimizni o'tkazishimiz o'sha narsa yoqmadi to'g'risi. O'rtoqlar, mana shu videoga aktiv bo'lib turingizlar. Video joylanadi. Tez orada joylanadi. Nasib etsin. Rahmat.